yo'lda O'zbekistonda, Noto'g'ri Toshkentda. ekan. O'zbekistonda o'tirib ham katta pul topsa bo'lar ekan, to'g'rimi? Shunaqa, ha. Hozirda esa o'zimni shaxsiy maktabimni, частный maktabni ochmoqchiman. Xudo xohlasa, nasib qilsa, niyat bor. Mana shunchasiga erisha oldimku, bundan keyin ham albatta nasib bo'lsa erishim. O'qlaringizni to'g'ri ishlayapsiz. Siz o'sha vaqtda ham a'lochi o'quvchilarimizdan edingiz, qo'ymas edingiz, harakat qilar edingiz va maktabni ham ocha olasiz. Men sizga ishonaman. Buni ham eplaysiz, buni ham uddalaysiz, chunki shu qadar kuchli, hattoki embrion vaqtidagi bloklaringizni ko'ra olibsiz. Hatto o'sha bloklarga tushib o'shalarni ishlay olibsiz. Bu deganiki, sizni ongingiz уже biladi yo'lni bilsa erishish oson bo'ladi. Siz buning uchun harakat qildingiz. Bir emas, bir necha marotaba o'qidingiz izobiliyada va harakat qildingiz. Hayotingiz, oldingi hayotingiz va hozirgi hayotingiz o'rtasida juda katta o'zgarish borligini tushunib yetdim. Va mana shunday hozir natijaga chiqqan holda, hozir o'ylanib o'tirgan, voy $200 bo'lib ketibdi, voy shuncha ekan, bu qimmat deb o'tirganlarga nima degan bo'lasiz mana o'zingiz? Ustoz, unaqa odamlarga nima deydi, imkoniyatni yana 1 yilga, yana 6 oyga orqaga surmang degan bo'lardim. Vaqtingizni qadriga yetib, hozir o'qing. Chunki menda bir sirama bo'lgandi. Men pulini to'lab, qotib qolgan vaqtim ham bo'lgandi. O'shanda siz aytgandingiz. Sizda ikkita yo'l bor. Botqoqlikda botib qolib ketaverish yoki rivojlanib yuqoriga chiqish. Men o'shanda botqoqlikka qolib ketgandim, lekin ikkinchi marta, yana uchinchi marta yana o'qiganimda уже ongim o'zi aytadi. Botqoqlikka ketyapmiz, turmaymizmi deydi. O'zi aytadi. Shuning uchun ong bilan do'stlashish qanaqa ekan? Ong zo'r. Men yoshligimda ongim bilan zo'r do'st bo'lgan ekanman. Постоянно o'zim bilan o'zim gaplashib, o'zim bilan o'zim o'rtoq bo'lsam, hozir qizim shunaqa. Ayam rosa o'xshadi. Voy xunuk ko'rinadi, voy odamlar nima deydi, o'zi bilan o'zi gaplashmaydi deb ongim bilan urushtirib qo'ygan ekanlar, o'zlari bilmagan holda. Hozir ongim bilan gaplashib turaman. Anaqa qilib